Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Hammanglarni 11 ayning 6-si Jenevada ishildigan namoyishga taklif qilamiz. Men Uyg'ur degan har kimninki bu namoyishning qolmasligi kerak. Bola chaqalarimiz bilan hammamiz bu namoyishga berib, Xitoyninkiga norozilik bildirib, uning qilayotgan g'ayri insoniy emisiga ovozimizni ko'tarishimiz kerak. U kuni Jenevada Birlashgan Davlatlar Inson Haqlari Komitetida Xitoyninki inson haqlariniki dafsanda qilishini so'roqqa tortildi. Bu yerda bizlarninki hammamizning ota-onalarimizningki, bola chaqalarimizningki, urug' tuqqan al-og'inlarimizningki lagerda bo'lganligini shu yerda ovoz qo'shib, shu yerda bildirishimiz kerak. Shuning uchun butun Yevropadagi yurtdoshlarimiz, qarindoshlarimiz bu namoyishdan qolmasdan shu lagerlarda turayotgan Uyg'urlarninki hurmat qilish asosida bo'lsa-mu, shu yerga cho'qim berishimiz kerak. Shuning uchun hammanglarni yana qayta 11 ayning 6-si Jenevada ko'rishaylik.